Jigar, hali ham ish qidirib, o'ylanib, qayerga ishga borsam ekan deb o'tiribsizmi? Unda shu videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Chunki bu video aynan siz uchun. Bugun bizda ish bor. Xoh O'zbekistonda bo'ling, xoh Tojikiston, xoh Qirg'iziston, xoh Rossiyaning xohlagan viloyatida yoki shaharda bo'ling, farqi yo'q. Lyuboy joydan kelsa bo'ladi. Albatta, mana shunaqa ish uchun bitta videoga like bosing va kommentariyada omad zuhurdon gazini bos so'zini yozib, videoni musofirda yoki O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda ish qidirib yurgan akalarimizga tezda yuborib qo'yasizlar. Demak, biz mana shunaqa yaxshi kayfiyatda oyliklik, oyiga $1000, $1,500, $1,800 bemalol ishlab topsa bo'ladi. Bu video qiziq bo'lsa, albatta videoni oxirigacha ko'ramiz va kommentariyada o'z fikrlarimizni qoldirib qolasizlar degan umidaman. Demak, biz boshladik. Moskovskiy oblasti hamda Sankt-Peterburgda yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, kimga ishonchli va bazada turadigan registratsiya, trudovой договор, уведомление, снилс, NN deport zapret tekshirish va nima uchun deport bo'lgansiz, qachon deportingiz ochiladi, mana shu ma'lumotlar hamda dokument xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, 10 yil ish stajiga ega Avaz akamizga tavsiya beramiz. Quyidagi ekranda nomerlari turibdi. WhatsApp orqali bemalol aloqaga chiqinglar va o'z ishingizni mana shu Avaz akamiz orqali bemalol har doim bitirishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurda musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun Rossiyaning Yekaterinburg shahrida ishni zo'ri bor. Mana hurmatli do'stlar, ish mana shu binoda bo'ladi, ya'ni ko'ryapsizlar, ko'p etajli dom. Bu ishga O'zbekistondan odam olib ketdik. Ko'p etajli bino, ya'ni dom, katta seksiyalar ko'p, selekat uradigan va blok uradigan usta akalarimizni ishga chorlab qolamiz. Kimning qo'lida hunari bo'lsa bo'ldi. Dokument bormi, dokument yo'qmi, qizig'i yo'q. Siz qayerdaligingiz ham qizig'i yo'q, farqi yo'q. Shunchaki mana ekranda nomer turibdi. WhatsApp chiqadi, promodan ishlamaydi, baribir bu O'zbekiston nomeri chunki saqlanib qilasizlar shu nomerda. WhatsApp chiqadi, WhatsAppdan aloqaga chiqib, promo yoki yozib, bemalol gaplashib, lokatsiyalarni olib, o'zlari kutib olishadi, o'zlari joylashtirishadi, hamma taraflama yordam berishadi. Pulida aldamaydi, 100% ishonchli. Bunga sizlardan talab qilinadigan narsa ana shu o'zingizlarni, sohangizlarni ustasi bo'lishingiz kerak. Hech qanaqa passoninglar o'zi u yerda yetarli. Odamlar meni ko'ryapsizlar, o'zi ancha joyga yetib qolishdi. 4-5-etajlar har xil seksiyalarda ishlashyapti. Shuning uchun kimning qo'lida hunari bor, mana shunaqa blok uradigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana pastdagi raqamlarga telefon qilib, senalari bo'yicha qanaqa sena, donasigami, kubasigami shunaqa o'zingizlar bilasizlar, ustalar. O'zingizlar kelishib, yotoq joylariga yordam beradi, kvartiralar topib beradi, dokumentidan muammo yo'q. Borasiz, dokumentlar ofitsiallik qilib beradi. Hech qanaqasiga puldan muammo yo'q, pul beradi. Keyin oylikdan hisoblashib olaverasizlar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan bemalol kelsa bo'ladi. Yaqinda O'zbekistondan odam jo'natdik, borib ishlashyapti. O'zimiz olib ketdik ularni. Borib ishlashyapti. Inshaalloh Xudo xolasa ish boshlashdi. Shuning uchun hozir endi bunaqa seksiyali domladan yana ko'p. Shuning uchun iltimos, kimda vaziyat bormi, qo'lingizda hunar bormi, har taraflama yordam beradi. Nima tarafdan yordam kerak bo'lsa, bemalol hunar bo'lsa bo'ldi. Pastdagi raqamlarga WhatsAppdan aloqaga chiqing. Shunaqa men ustasiman, shu blok ura olayman deydigan bo'lsanglar, bemalol aytganimdek nomerlarga aloqaga chiqib, faqat erkaklar bilasizlar, ustalar, brigadalar bo'lsa juda ham zo'r. Borasizlar, o'zingizlar ish boshlaysizlar, ish topshirasizlar, pullarni olasizlar. Ish pul to'lanadi. Puldan muammo yo'q. Yotoq joylar, registratsiyalar, o'sha dokumentga hamma taraflama yordam beradi. U tarafini o'ylamanglar. Albatta hammasi kelishilgan holatda. Mana shunaqa bugungi yangiliklarda o'sha ko'pchilik yozardi, O'zbekistonda ustalar ko'p, hozir qishda O'zbekistonda ish yo'q, nima qilaylik Zuhurdan deganlar. Mana boringlar, eng yaqin odamlarim o'sha joyda ishlaydi. Ya'ni bu qanchalik ishonchliligini bildiradi. Hech ikkilanmasdan pulingizni olasiz %100. Glavnisi ichmasdan, chekmasdan ishini biladigan odamlar kerak. Passoninglar kerak emas, iltimos, faqat usta. Ya'ni o'zini ishini topshira oladigan, ertaga qilgandan keyin mana shu meni ishim deb topshira oladigan ustalar kerak. Brigadalar bo'ladigan bo'lsa, ichida passoninglar bo'ladigan bo'lsa, unga qiziq yo'q. Chunki brigada o'zi topshiradi. Ana shunaqa gaplar. Yana kimga bu haqida, ish haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Aytib o'tgandek, Rossiyaning boshqa tumanlar viloyatlarida Moskva oblast, Sankt-Peterburg farqi yo'q. Tyumen, Kazan xohlagan joyingizdan kelavering. Yekaterinburgga pramo 3 kelasiz, sizni kutib olishadi. Kutib olish xizmatlari bor. Aeroportda desangiz, aeroportdan kutib olishadi. Poyezd desangiz, poyezd, samolyot farqi yo'q.
kutib olishadi, joylashtirishadi, ko'chada qolmaysiz. Glavnisi qo'lingizda hunaringiz bo'lsa bo'ldi. Bugunga mana shunaqa yangiliklarda albatta bu videolarimizni yaqinlarimizga tezda yuborib qo'yamiz. Inshaalloh Xudo xolasa tez orada yanada ko'proq odamlarni ishga joylashga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doim Zuhurda musofir bo'ldi. Keyingi efirlarimizga o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying jigar. Bossizmi? Bosmadingiz-ku. Bosing mana podpisatsiya tugmasini. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Sog' bo'linglar. Sizlar uchun doim harakatdamiz.